telefon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Siz charchagansizmi? Bu inspektorimiz Erkin akami? Tinchmi aka? Charchamayapsizmi bo'lyapti? Rahmat aka, Alloh xo'sh. Go'zalim, hozir qilaman. Ha, aka rahmat, Alloh xo'sh. Siz aka? Charchab qolmayapsizmi? Toshkentga baysiz aka? Sher bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Bu akam-ku. Endi hali siz bilan o'sha kuni bo'lmagan hali noto'g'ri tushunmovchilikka qo'yib qo'yganimdan keyin olib tashladim-da. Uni chiroyli siz bilan kelib, Zohid akamga ham aytganman, kelib chiroyli siz bilan video qilaman, kontent qilaman degan maqsadim bor edi. O'zi yaxshimi aka? Hujjat beraymi? Insonsiz aka. Yaxshi insonsiz. Vallahi aka. O'zi yaxshimi aka? Ketoraymi? Qaysi zonada o'tirgansiz? 49 da bo'lganman. Kalonga Zafarobodda bo'lganman 30 da. Yo'qmi? Jizzaxda bo'lganman. Kimga aytgan? Yo'q, otryadnigini tanimayman. Xazayin Suyunduk Asror ekan bo'lgan. Jizzaxni tanimayman, ustoshlarim bor-da, atranning. Taniyman, Doni bloger bo'lgan ekansiz. Hammasini yaxshi aka-uka bo'lib chiroyli yurganmiz. 13 zonada ishlayman. Qaysi zonada? Bilimda. Aka, ko'rishamiz. Yaxshilab oling. Yerdan so'rasangiz aytadi. Bo'ldi, insonsiz. Ishlaringizga omad aka. Top bo'ladi aka.